Xotinim bechara. Ishdan kelishimni bayram qilib kutib olay deganda. Keldingizmi? Yo'q, qo'shni. Ko'rib turibsan-ku kelganimni. Keldingizmi deb savollaringni nimaga berasan? Uxlab qolibman, sizni kutib turaman deb. Ha, mayli. Bu bayram nimani munosabati bilan? Zaksdan o'tganimizga 15 kun bo'ldi. Endi shunaqa har 15 kunda bayram qilamizmi? Ha, har 15 kun, har oy, har yil, har 5 yil, 30 yil bo'lsa ham mana shunaqa nishonlaymiz. Mayli, nasib qilsin. 30 yil, 50 yil bo'lganda ham mana shunaqa er-xotin bo'lib baxtli, quvnoq, shodon yuraylik. Sen o'z chiroying bilan meni xursand qil. Men esa seni asabingni buzish bilan baxtiyor bo'laman. Mayli. Nima ovqat qilding bo'laqol, qonim ochib ketdi. Ovqat qilmadim. Men sizni kutib turib, mana tort zakaz qildim. Tort ovqatmi? Ovqatli qiladimi tort? Voy, er ishdan charchab keladi. Bilasanmi sen uni? Ovqatlar bilan bundoq shirin qo'yib, bundoq qarab kutib olmaysanmi? Undan ko'ra mana, "Adajonisi, yaxshi keldingizmi? Voy, men sizga shirin ovqatlar qildim, go'shtlar pishirib qo'ydim." Bunaqa qilib suzulmaysanmi? Undan ko'ra. Bunaqa qilib shiringina tort zakaz O, qildim. zakaz qilding, sen buni pishirganing yo'q. Indamaganim sarichi o'zi, boshga chiqyapsan.